Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan tizimga qanday qilib kirishni ko'ramiz. Ya'ni foydalanuvchi pochtasi bilan parolini jo'natsa bekantga, mana shu pochta bilan parol bizda avvaldan mavjudmi yoki yo'qmi, shuni tekshirib jo'natamiz. Xo'p, demak, birinchi VS Code'ni ochib olamiz. VS Code'ni ochib oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz bitta PHP fayl ochamiz. Bu PHP faylimizning nomini register deymiz. register.php deymiz. Register уже bor ekan. Register PHP ga kiramiz. Hop, endi mana shu faylimizga biz mana bu ma'lumot jo'natadigan joydan mana shu ссылкамizga ma'lumot jo'natamiz, ya'ni shuncha ma'lumot. Hop, bundan keyin esa mana shu jo'natilgan ma'lumotlarni mana bu register PHP da qabul qilib olib, keyin bitta mana shu yerda tekstoviy bitta fayl ochamiz. Ana shu faylning ichiga mana shu jo'natilgan ma'lumotlarni saqlab ketamiz. Hop, demak, hozir mana bu yerda bitta tekstoviy fayl ochamiz. Faylimiz nomini users deymiz. Undan keyin esa .txt, ya'ni bu tekstoviy fayl bo'ladi, formati. Enter bosaman. Ko'ryapsizlar, mana ichida hech narsa yo'q, bo'sh. Xo'p, endi mana bu register PHP faylimizga jo'natilgan ma'lumotlarni mana bu fayl ichiga yozishligimiz kerak, kiritib olishligimiz kerak. Buning uchun fayllar bilan ishlashni o'rganamiz birinchi. Qanaqa qilib faylga ma'lumot yozsak bo'ladi, shuni tekshiramiz hozir. Buni hozircha komment qilib turaman. Va mana bu faylimiz ichiga birorta bir ma'lumot yozib ko'ramiz. Deylik, misol uchun name barobar bo'ladi, misol uchun Anvarga, va surname teng bo'ladi Abdullayevga, va age teng bo'ladi, age kerak emas. Keyin parol deymiz va undan keyin parol 123 ga teng va email bo'ladi. Emailimiz teng bo'ladi masalan asada@mail.ru ga. Hop, bo'ldi. Hammasini bitta qatorda yozdim. Pastki qatorga enter qilib tushirganim yo'q. Mana shu narsaga e'tibor yuritamiz. Ya'ni bitta qatorda joylashishi kerak. Bitta foydalanuvchining ma'lumotlari bitta qatorda joylashishi kerak. Keyingi qatorda уже ikkinchi odamning ma'lumotlari joylashadi. Ya'ni bitta qator o'ziga bir nechta odamlarning ma'lumotlari joylashtirilmaydi. Xo'p, endi mana shu joyda endi PHP faylimizda biz mana bu users.txt faylimizni ochib ichidagi ma'lumotlarni o'qishni ko'ramiz. Hop, buning uchun file open degan funksiyamiz bor. File open. Bundan keyin esa bu yerga bu funksiya ham tayyor yozib qo'yilgan. Dasturlash PHP dasturining ichida. Hop, ichiga endi yozaman. Misol uchun users.txt. Bundan keyin esa bitta virgul tashlab ikkinchi parametr yozaman. Bu yerga aynan bu fayl bilan nima qilmoqchiligimni yozishligim kerak bo'ladi.
Ya'ni bu fayl bilan qanaqa amaliyot bajarmoqchimiz? Faqat fayl ichidagi ma'lumotlarni o'qishimiz mumkinmi yoki o'qimoqchimizmi yoki faylga ma'lumot yozmoqchimizmi? Shu narsani belgilashimiz kerak bo'ladi. Agar faqatgina tekstli faylimiz ichidan ma'lumotlarni o'qimoqchi bo'lsak, bu yerga r belgisini qo'yamiz, ya'ni read degani qisqartirib. Agar ichiga ma'lumot yozmoqchi bo'lsak, v qo'yamiz yoki bo'lmasam plus append qo'yamiz. Append bu kiritish degan ma'noni bildiradi. V esa yozish bilan appendni deyarli farqi yo'q. Biz hozir faqat ma'lumotni o'qimoqchimiz. Ichidan hech qanaqangi o'zgartirish kiritmaymiz. Ichidagi ma'lumotni olib o'qishimiz kerak xolos. Xo'p, endi bu fayllarni mana shu funksiyamizni bitta o'zgaruvchiga tenglashtirib olamiz. Fayl deymiz. Buni endi bu faylimizni ichidan bitta qatorni o'qimoqchi bo'lsak, fire gets deymiz. Mana shu funksiyani chaqiramiz va bu funksiyani ichiga mana shu fayl o'zgaruvchimizni berib yuboramiz. Hop, bu esa bitta qatorni olib kelib beradi. Va uni ham bitta o'zgaruvchiga tenglashtirib olamiz. Deylik, misol uchun qator. Undan keyin esa faylimiz bilan amaliyotni bajarib bo'lganimizdan keyin oxirisi faylimizni bekitib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Hop, buning uchun esa file close deyman. Ya'ni ochilgan faylni yopib qo'y deyman. Buni ham ichiga o'sha fayl o'zgaruvchimizni berib yuboraman. Hop, endi mana bu qatorga tenglashtirib olganman o'zgaruvchiga. Ana shuni endi print qilib konsolga chiqarsak ham bo'ladi. Hop, qator deyman. Hop, endi mana shu faylimizni yurg'izib olsak ham bo'ladi. Hop, mana buni bosdim. Hop, ishga tushirdik faylimizni. Hop, endi esa mana bu yerda bizda bitta xato bor deyapti. Uncapture call to undefined function file open. Hop, file open degan bizda funksiya yo'q deyapti. File open degan funksiya yo'q, bunaqa deyapti. Pastgacha qo'yib ishlatib ko'ramiz. Hop, bunaqangi funksiya ham yo'q deyapti. File open fopen deb ko'ramiz. Fopen ekan. File open deb men to'liq yozib olibman, qisqartma so'zdan iborat ekan. Hop, endi ko'rib turibsizlar, mana faylni o'qilgandan keyin mana bu funksiya orqali o'sha o'qilgan fayl ichidagi bitta qator olib chiqib berdi, ya'ni birinchi qator. Undan keyin esa fayl bilan amaliyot bajarib bo'lingandan keyin fclose deb turib faylni yopib qo'ydik. Faylni ochdik, ichidagi bitta qatorni oldik, faylni yopib qo'ydik. Hop, endi keyin qiladigan ishimiz mana shu fgets olganimizdan keyin, ya'ni chaqirganimizdan keyin qatorlarni olib kelishini ko'ramiz. Deylik, mana shu joyda fgets agar biz 2 marta chaqiradigan bo'lsak nima bo'ladi, shuni tekshirib ko'ramiz. Hop, bu yerda buniki. Ikkinchi marta chaqiramizda uni ham qator 2 deylik. Mana shu qator 2 ni print qilamiz. Hop, ko'ryapsizlar, mana
hech qanaqangi ikkinchi qator chiqmadi, chunki ikkinchi qator yo'q. Agar ikkinchi qator bo'lganda olib chiqardi. Ikkinchi qatorga qo'yamiz. Anvar emas, misol uchun Islom. Familiyasi Ikronov deylik. Paroli 345 Islom deymiz. Boshqatdan ishlatib ko'ramiz. Register PHP ni. Ko'ryapsizlar, mana ikkinchi qator ham chiqdi. Ya'ni fgets funksiyamiz keyingi qatorni olib chiqib berar ekan. Ya'ni nechta qator kerak bo'ladigan bo'lsa, biz fgetsni o'shancha marta ishlatishimiz kerak. Ikkita qator kerak bo'lsa, 2 marta chaqirar ekanmiz. Birinchi chaqirganimiz birinchi qator olib chiqib bersa, ikkinchi chaqirganimiz ikkinchi qator olib chiqib beradi. Agar 3-qatordan bo'ladigan bo'lsa, 3-qator kerak bo'lsa, 3-marta yana buni chaqiramiz. Xo'p, endi keyingi qiladigan ishimiz mana shu qatorlarning ichida, bizga kerakli bo'lgan ma'lumot bormi yoki yo'qmi, shuni tekshirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda bizni txt faylimiz ichida bir necha qatorlardan iborat ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Balki 50 ta, balki 100 lar, balki minglab qatordagi ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Har bittasini olib chiqishlik uchun 1000 marta yoki 100 marta fgets degan funksiyani qayta ishlatamizmi? Yo'q, albatta. Buning uchun while funksiyasidan foydalanamiz, sikldan. Ana shu while orqali bitta funksiyani qayta ishlatishligimiz mumkin. Hozir mana bu yerda o'chirib tashlayman ikkinchisini va bitta while funksiyasi sikli orqali nechta qator bo'lsa fayl ichida ana shuncha hammasini olib chiqishlikni ko'ramiz. Buning uchun while deyman, while sikli deymiz. Undan keyin esa ichiga yozamiz. Undan keyin esa bu while ichiga shart yozamiz. Ya'ni while biz ko'rgandik. While bu ichiga shart yoziladi. Ana shu shart false qaytarmagunigacha, ya'ni true qaytargan paytda bu while'imiz qayta ishlayveradi. Qachonki mana bu shartimizda false paydo bo'lmagungacha qayta ishlayveradi. Xo'p, endi qayta bu qatorni olib chiqaversa, baribir qachondir to'xtash kerak u. Ya'ni eng oxirgi qator olib chiqib bo'lgandan keyin bu while funksiyamiz, siklimiz to'xtashlik kerak. Ana o'shanda false bo'lish kerakda, keyin to'xtash kerak. Bo'lmasa while siklimiz abadiy ishlaydi. Uni hech qachon to'xtatib bo'lmaydi. Endi hozir PHP da yana bitta funksiya bor. Bu funksiya qator oxiriga yetib keldimi yo'qmi, ya'ni har bitta qatorni o'qish davomida while ichida eng oxirgi qatorga yetib keldikmi yo'qmi, shuni aniqlab beradigan bitta funksiya bor. Ana shu funksiyadan foydalanamiz. U funksiya nomi file end of degan funksiya. File end of degani bu oxirisimi degani, faylni ichidagi eng oxirgisimi qatori degan ma'noda. Buni ham ichiga o'sha faylni berib yuboramiz o'zgaruvchisini. Va bu funksiyamiz bizga true yoki false qaytaradi. True yoki false qaytaradi. Agar oxirgi qatorga yetib kelmagan bo'lsa, true qaytaradi. Agar oxirgi qatorga yetib kelgan bo'lsa, yo'q, kechirasizlar. Bu funksiya oxirgi qatorga yetib kelganda true deydi. Oxirgi qatorga yetib kelmagan bo'lsa false qaytaradi. Birinchi qatorni olgan paytda bu funksiyamiz false qaytaradi, chunki hali oxirgisiga yetib kelmagan bo'ladi. Agar bu yerda false bo'ladigan bo'lsa, while'imiz o'sha zahoti to'xtaydi. Bizga oxirigacha ishlash kerak.
Ya'ni birinchi qator o'qigan paytda bu aytadiki, fayl oxirisiga yetib keldimi deydi. Bu funksiya yo'q, hali oxiriga yetib kelmadi deb turib false qaytaradi. While esa false'da ishlashlikni to'xtatadi. Biz nima qilamiz? Mana bu false qaytarsa, biz uni teskarisiga aylantiramiz. Ya'ni true ga aylantiramiz. Buning uchun, ya'ni false ni true ga yoki true ni false ga aylantirishlik uchun oldiga not belgisini qo'yamiz. Bu not, ya'ni emas degani bundoq belgisi. Oldidagi mana bu yerdagi ma'lumotni teskarisi, ya'ni qarama-qarshi tomonligiga o'zgartirib tashlaydi. Agar mana bu birinchi while'imiz ishlagan paytda file end of oxirisiga yetib keldimi deb turib tekshiradi. Yo'q, endi birinchi qator o'qishni boshladik, hali oxirisiga yetib kelmadik deb turib false qaytaradi. False ni mana bu esa false emas deydi. False emas bo'lgandan keyin bitta dona variant qoladi, demak u true ga aylanadi. False emas bo'lgandan keyin demak u true bo'ladi. Agar biz true ni oldidan bu belgini qo'yadigan bo'lsak, u qarama-qarshi tomoniga o'zgaradi, false bo'ladi. Xo'p, endi file end of oxirisiga yetib keldimi? Yo'q, false qaytaradi, uni true deymiz. Emas bilan. True ga o'zgartirganimizdan keyin while'imiz true da ishlaydi va mana bu yerda bitta qatorimizni olib kelamiz. Va ikkinchi marta ishladi, file end of dedi. Oxirisiga yetib keldimi? Yo'q, bizdan hozir yana bitta qator bor. Yana false qaytaradi, uni true deymiz. While esa true da ishlashni davom ettiradi. Ikkinchi qatorni ham olib chiqdik. Endi uchinchi marta ishlashdan oldin yana file end of, ya'ni oxiriga keldikmi deydi. Keyin bu oxiriga yetib kelganimizdan keyin boshqa qator yo'q deydigan bo'lsak, keyin bu true qaytaradi. True qaytaradi, keyin u true ni biz mana bu yerda false ga o'zgartirib yuboramiz. Va while false paytida ishlashlikni to'xtatadi va mana bu qatorlarga ishga tushmaydi. Xo'p, demak, hozir bilan ishlatib ko'ramiz. Saqlanib qilamizda, boshqa tilab ishlatamiz. Ishlatdik. Ko'ryapsizlar, mana fayllarimizni nechta qator bo'lsa hammasi chiqib kelyapti. Yana bitta qator qo'shamiz, sinab ko'rishlik uchun. Islom Ikrom. Ikrom deymiz, undan keyin esa hop Obidov. Parol 1789, bu esa Ikrom. Boshqa tillar ishlatib ko'ramiz endi. Uchala qatorni ham olib chiqib berishlik kerak bo'ladi. Ko'ryapsizlar, mana uchala qatorni ham olib chiqib berishlikni boshladi. Xo'p, demak, har bitta qator alohida olib chiqib olishni sizlar bilan ko'rdik. Endi esa shu joyda tekshirishligimiz kerak bo'ladi. Tekshirish uchun biz yozamiz bu yerga. Ya'ni mana bu joyda ma'lumot jo'natilgan paytda biz emailni tekshiramiz. Nimaga emailni o'zini tekshiramiz? Mana bu fayl ichida bor yoki yo'qligini. Nimaga endi aynan emailni tekshirishimiz kerak? Sababi email har bitta foydalanuvchini emaili har xil bo'ladi. Hech kimniki bir-birinikidagi emaili takrorlanmaydi. Ya'ni unikalniy bo'ladi. Takrorlanmas belgisi hisoblanadi har bitta foydalanuvchini pochtasi. O'shaning uchun mana shu form pochta orqali tekshiramiz. Agar foydalanuvchi jo'natgan pochta bu txt faylimiz ichida bo'lsa, bunday foydalanuvchi mavjud deymiz. Agar bo'lmasa, o'sha jo'natilgan ma'lumotlarni kirgizib qo'yamizda, keyin javob qaytaramiz. Foydalanuvchi saqlandi yoki bo'lmasam siz ro'yxatdan o'tdingiz degan. Xo'p, demak, mana bu yerga mana file get'ni qator bo'ladi. Bu qatorni ichidan biz har bitta qatorni biz
parse qilib olishimiz kerak. String funksiyalarida o'tgandik. Mana shunaqangi ko'rinishdagi ma'lumotlarni qanaqa qilib parse qilish, ya'ni ajratib olishlikni ko'rgandik. Ya'ni string holatidan array holatiga o'tkazishni ko'rgan edik. Endi mana shunaqangi parse qilamiz. Hop. Parse start deymiz. Undan keyin esa mana bu qatorni qo'yamiz ichiga. Hop, mana bu yerga qator deymiz. Qator emas. Array deylik. R deb nomlab oldim va ana shu R ni endi konsolga qo'yamiz. Tekshiramiz. Har bitta qatorni parse qilib beradi bizga. Parse expects exactly 2 arguments, one given. Xo'p, endi bu yerda bizda ikkita ma'lumot, ikkita argument qo'yishlik kerak deyapti parsega. Hozir tekshirib ko'ramiz. Hop, birinchisi encoded string, ya'ni mana bu qator o'zgaruvchimiz qo'yar ekanmiz. Ikkinchisi esa result ekan. Hop, bu yerga qatorni qo'yamiz. Ikkinchisi esa $r bo'ladi. Mana bunaqangi qilib tenglashtirmas ekanmiz. Natija mana bu o'zgaruvchiga teng bo'lib ketar ekan. Hop, ishga tushirib ko'ramiz. Ko'ryapsizlar mana. Hop, bitta ma'lumot, ikkinchi ma'lumot, uchinchi ma'lumot, har bittasi kalit qiymatli arrayga ajradi. Chunki mana bu kalit deydi, bu qiymati, bu kaliti, bu qiymat, kalit, qiymat, kalit, qiymat. Mana shunaqangi kalit qiymatli strukturaga aylantirib berdi parse string. Hop, endi biz bu yerdan tekshirishimiz kerak bo'ladi. Bitta o'zgaruvchi ochamiz. Yoki bo'lmasam mana bu joydan biz R ichidan birinchi faqatgina emaillarni olib chiqib olaylik. Birinchi parse qilingan qator ichidan faqatgina emaillarni konsolga chiqaramiz. Ko'ryapsizlar, mana har bitta 3 ta qatorni emaillarni bizga olib chiqib beradi. Hop, endi esa keyingi qiladigan ishimiz bu mana shu bu yoqdan jo'natilgan emailni tekshirib ko'ramiz. UFC first. Hop, bunga UFC first qilmaymiz. UC first qilmaymiz. Chunki birinchi harfi kattaga almashishligi shart emas. Mana bu pochtani endi tekshiramiz. Mana shu joyda. If agar R ichidan emailni teng bo'lsa, agar jo'natilgan pochtaga agar teng bo'ladigan bo'lsa, foydalanuvchi jo'natgan pochta mana buni ichidan har bitta olib chiqilayotgan pochtalarning birortasiga teng bo'lsa, agar nima qilamiz? Mana bu yerga bitta o'zgaruvchi ochamizda topildi degan bitta o'zgaruvchi ochamiz. U boshida false ga teng bo'ladi.
u false'ga teng bo'ladi. Keyin esa mana bu yerda uni topildini biz true ga o'zgartiramiz, chunki topildi degan ma'noda foydalanuvchi jo'natgan pochta mana bu faylning ichidagi qaysidir qatoridagi pochta bilan bir xil ekan. Ya'ni oldin bor ekan bunaqa pochta degan ma'noda. Nima deymiz? Topildi true ga o'zgartiramizda. Uning uchun undan keyin buni break qilamiz. Ya'ni boshqa while'ni ishlatishlikning hojati yo'q. Deylik, misol uchun bizda 100 ta qatorda ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, deylik, o'shalarning ichidan bir 20-chisida foydalanuvchi jo'natgan ma'lumot turgan ekan. Topildi deymizda, undan keyin esa break qilamiz. Break qilganimizdan keyin mana bu while endi oxirigacha ishlab o'tirishlikka hojati yo'q. Chunki bizni maqsadimiz hosil bo'ldi. Bitta pochtani qilib bor yo'qligini tekshirmoqchi edik. 20-qatordan chiqdi. 50 ta qator ichidan 20-chisida bor ekan. Qolgan 30 tasini tekshirib o'tirishligimiz shart emas. Shuning uchun break qildim. Qolganini tekshirib o'tirmadim. While'imiz boshqa ishlamaydi. Hop, undan keyin esa mana bu joyga kelamiz. While'imiz tugaydi. While'imiz tugagandan keyin faylimiz yopilgandan keyin esa mana bu yerda tekshiramiz. Agar topildimiz true bo'ladigan bo'lsa, echo deymiz. Bunday foydalanuvchi mavjud deymiz. Agar bo'lmaydigan bo'lsa-chi, agar topildi false ga teng bo'ladigan bo'lsa, umuman topilmagan bo'lsa bunaqa pochta, echo deymiz. Undan keyin esa siz yangi foydalanuvchisiz deymiz. Hop, endi ishlatib ko'ramiz. Bu yerda hozir 3 ta pochta bor. Asada Mail.ru, Islom Mail.ru, Ikrom Mail.ru. Hop, endi mana bu joyimizga o'tamiz. O'tganimizdan keyin mana shu pochtalarni jo'natib ko'ramiz. Hop, birinchi avval borini jo'natib ko'ramiz. Deylik, misol uchun Islom Mail.ru ni jo'natganimizdan keyin send deymiz. Hop, object not found. Hop, demak, bizda Hump server, Apache server ishga tushirmagan ekanmiz. Apache server ishga tushirib olamiz birinchi. Hop, bu yerga kiramiz. Disk Hump, eng pastiga tushib Hump control ustiga 2 marta bosamiz. Hop, Hump kontrolimizda endi ishga tushirib olishligimiz kerak bo'ladi. Apache serverni chiqib ketib qoldi. Boshqa ishga tushirib ko'ramiz. Disk Hump, eng pastiga tushamiz. Hump control. Ko'rib turibsizlar, mana ishga tushdi. Endi Apache ni start qilaman. Start qildim.
yashilga aylanishi kerak. Hop, yashilga aylandi. Hop, endi esa bunga x beramanda send qilib boshqatdan jo'natib ko'raman. Ko'ryapsiz, mana siz yangi foydalanuvchisiz deyapti. Nimaga yangi foydalanuvchisiz deydi? Bizda bunaqangi pochta bor edi-yu. Islom Mail.ru hozir tekshirib ko'ramiz. Bizda bu false ga teng bo'lishi kerak edi. Users.txt ichidan Islom Mail.ru. Hop, Islom Mail.ru ni olib boshqatdan jo'natib ko'ramiz. Islom kuchukcha mail.ru jo'natdik. Siz yangi foydalanuvchisiz deyapti. Hop, nimaga ishga tushmayapti? Hop, array ichidagi pochtaga tengmi deymiz. Email. Hop, bizga hop, mana bu ifimiz ichiga kirmayapti ekan, chunki fayl ichidagi email bilan biz jo'natgan email bir-biriga teng emas deyapti. Hop, endi nima qilamiz? Endi mana shu joyda ikkitasini konsolga chiqarib yoki bo'lmasam birga ko'rsatib tekshirib ko'rishligimiz kerak bo'ladi. Hop, echo deyman. Echo deganimizdan keyin esa bu ikkitasini yozaman. Tengmi demayman, balki ikkitasini ham yonma-yon qilib yozib ko'ramiz. Yonma-yon qilib yozib ko'ramiz. Undan keyin esa mana buni hozircha komment qilib turamiz. If bizda mana bu narsa ko'rinishlik kerak. Ortidan yana bitta /n deymiz. Yangi qatorga tushiramiz. Hop, endi ishlatib ko'ramiz. Hop, send. Hop, Ikrom va Islom.ru deyapti. Hop, birinchi text faylimizga kiramiz. Bu yerda ikkinchi o'rinda turibdi. Hop, mana bu yerda bizda ikkinchi faylimiz asada islom. Bizda nimagadir hozircha ishga tushgisi kelmadi. Hozir xatolik qayerdaligini topamiz. Hop, mana bu emailni har bittasini tushirib ko'raylik ishga. Hop, asada Islom Ikrom. Hop, demak, bu yerga birinchi marta kirganda birinchi qatorni olib chiqamiz va birinchi qatorni parse qilamiz. Array ga bo'lamiz. Array ga bo'lganimizdan keyin u array ichidan bizga email olib chiqib berdi dedik. Va mana 3 ta email olib chiqib berdi. Endi birinchi marta
Mana bu ifimizni ham to'xtatib turamiz. Ifimizni ham to'xtatib turamizda boshqatdan ishga tushirib ko'ramiz. Xo'p, bu yoqqa o'tamiz, sendga bosamiz. Mana ko'ryapsizlar, 3 tasi ham ishga tushyapti. 3 ta qatori ham emailni olib chiqib beryapti. Endi mana shu joyda biz mana bu ifni chiqarib turamiz. Hop, buni ham komment qilib turamiz va topildi breaklarni yo'qotib turamiz. Faqatgina echo qilamiz. Mana shu yerga bor ekan degan yozuv chiqarib turamiz. Ishlatamiz. Hech qanaqangi yozuv chiqqani yo'q. Hech qanaqangi yozuv chiqqani yo'q. Hop, demak, hozir bu yerda bizda mana bunaqangi bitta belgi bor. Ya'ni mana bu har bitta qatorimizni oxirisida mana bu joyda bitta enter tashlaganmiz. O'shaning uchun enter tashlaganligimiz uchun keyingi qator pastda turibdi. Bu yerda ham bitta enter bor. Enter tashlaganligimiz uchun keyingi qator yana pastda turibdi. Shunaqa qilib har bitta qatorni ichida enter mana bu yerda /n bor. Bu yerda /n bor. Ana shu /n ni biz yoki olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa /n bilan tekshirib ko'rishligimiz kerak bo'ladi. Hop, buning uchun mana bu pochtani ham yoniga chunki mana bu email yonida /n bor. O'shani biz ham mana bu jo'natilgan pochtani yoniga /n qo'yib tekshirib ko'ramiz. /n bilan tekshirib ko'ramiz, boshqatdan jo'natamiz. Hop, demak. Hop, mana bunaqangi belgini biz olib tashlab turamiz. Mana shunaqangi belgi bor har bitta qatorimizda, ya'ni mana bu emailimizni yonida. Ana shu emaildagi enter tugmasini, enter belgisini, ya'ni /n bu enter belgisi. Enter tashlab beradi. Mana shu belgini olib tashlashimiz kerak bo'ladi. U belgini olib tashlashligimiz uchun buni hozircha komment qilib turamizda. Mana buni ochamiz va mana buni ham yo'qotib turamiz. Hop, endi ishga tushiramiz, bir marta jo'natamiz. Hop, ko'ryapsizlar, mana har bitta mana bu yerda ko'rsatilayotgan ma'lumotlar alohida qatorda chiqyapti mana bu yerda. Nimaga? Chunki mana bu har emailni yonida, ya'ni mana bu yerda har bittasida /n bor. Ana shu /n bo'lganligi uchun mana bu yerda ham har bitta ma'lumotlar yangi qatorda chiqyapti. Endi ana shu /ni olib tashlashimiz kerak. Olib tashlashlik uchun trim degan funksiyadan foydalanamiz. Trim bu berilgan qiymatda, ya'ni tekstni chap va o'ng tomonidagi space, ya'ni probel, tab yoki bo'lmasam /n, ya'ni enter tugmasida enter belgilarini olib tashlaydi. Olib tashladik har xil belgilarni, undan keyin boshqatdan jo'natib ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, endi mana har bittasi yonma-yon chiqyapti. Endi /n enter belgisi bulardan chiqib ketdi. Hop, endi buni ham komment qilamizda. Mana buni ochamiz. Buni ham qanaqa qilib tekshirar ekanmiz? Trim qilib keyin tekshiramiz. Ya'ni enter belgisini olib tashlagan holatda keyin bunga tenglashtiramiz. Hop, endi tekshirib ko'ramiz. Saytga send deymiz. Ko'ryapsizlar, bor ekan deyapti. Ya'ni endi qaysidir pochtaga teng bo'ldi.
Endi bu yerda dollari topildini teng deymiz true ga va undan keyin esa break deymiz. Boshqatdan jo'natamiz. Hech narsa chiqqani yo'q. Nimaga? Chunki mana bu yerga commit qilib qo'ygandik. Buni ham commitini ochamiz. Topildi agar true ga teng bo'ladigan bo'lsa bunday foydalanuvchi mavjud, bo'lmasam boshlaymiz. Jo'natamiz. Bunday foydalanuvchi mavjud. Chunki islom sabachka mail.ru degan bizda pochta bor, shuning uchun bunday foydalanuvchi mavjud deyapti. Xo'p, endi umuman boshqa pochta jo'natamiz. Deylik, misol uchun Anvar yoki bo'lmasam Azam degan bitta pochta jo'natdik. Siz yangi foydalanuvchisiz deyapti. Chunki bunaqangi Azam sabachka mail.ru yo'q. Xo'p, demak, bizda hozir registratsiya qismimizda yarmi tayyor bo'ldi. Ya'ni jo'natilgan ma'lumotni ichidan emailni ajratib olib, ana shu email mana bu faylimiz ichida bormi yoki yo'q, shuni tekshirishni ko'rdik xolos. Endi ikkinchi qismiga o'tamiz. Agar bo'lmasa siz yangi foydalanuvchisiz, agar avvaldan bo'lsa bu faylimiz ichida biz jo'natgan pochta, shunchaki bunday foydalanuvchi mavjud degan xabar mana shunday qoladi. Agar yo'q bo'lsa, jo'natilgan email mana bu fayl ichida o'sha jo'natilgan ma'lumotlarning hammasini mana bu fayl ichiga kirgizib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi nima qilamiz? Agar topildi true ga teng bo'lsa bunday foydalanuvchi mavjud, agar bo'lmasa ana shu faylimiz ichiga yangi ma'lumotlarni kiritib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, kiritib qo'yishlik uchun yana mana shu faylni chaqiramiz. File open deymiz mana bu yerda. Undan keyin esa file 2 deymiz buni. Endi bu yerda biz faqat o'qimaymiz, balki ichiga yozamiz, append qilamiz, ya'ni yangi ma'lumot kiritamiz ichiga. Yangi ma'lumot kiritamiz, append dedik. Undan keyin esa file write deymiz. Funksiyamiz chaqiramiz va ana shu funksiyaga beramiz. Nimani? Birinchi o'sha file 2 ni beramiz. Mana shu file 2 ni ichiga qaysi ma'lumot yozishlik kerak? Ana shu tekstimizni yozishimiz kerak. Hozircha xohlagan bir tekst yozib turamiz, salom degan. Va yozib bo'lgandan keyin esa file close file 2 ikkini faylni ochdik, ichiga yangi ma'lumot kiritdik, faylni yopdik va foydalanuvchiga siz ro'yxatdan o'tdingiz dedik. Siz ro'yxatdan o'tdingiz. Siz ro'yxatdan o'tdingiz. Siz ro'yxatdan o'tdingiz deymiz. Hop, yana jo'natamiz. Okey, siz ro'yxatdan o'tdingiz. Endi mana bu faylni ichini tekshiramiz. Ko'ryapsizlar, mana yangi qator tushdi. Yangi qatorimiz tushdi. Yangi qatorimiz endi yonidan yoziladigan bo'lib qolibdi. Biz nima qilishimiz kerak? Bu faylimizni yaxshisi o'chirib tashlaymiz hammasini. O'chirib tashlaymiz va boshidan yozamiz. Boshidan kiritamiz. Hop, Azamni kiritdim. Warning undefined key email. Undefined key email dedim. Hop, qaysi qatorda?
23 qatorda deyapti. Online 23 qatorga kiramiz. Mana bu yerda. Hop, demak, trim qilganimizdan keyin chunki hozir bizda bitta dona qator bor bu yerda. Bitta qator bor. O'shaning uchun o'sha qatorni olib chiqib berdida, bo'm-bo'sh qatorni. O'sha bo'm-bo'sh qatorni parse qildik. Parse qilganimizdan keyin esa bu arrayga ajradi. Array ichida hech narsa yo'q. Agar qator bo'm-bo'sh bo'ladigan bo'lsa, bu array ichida hech narsa bo'lmaydi. Array ichida hech narsa bo'lmaydi. Buni biz trim qilib ko'ramiz birinchi. Mana shu yerda tekshirib ko'ramiz. If agar qatorimiz trim qilib ko'ramiz. Qatorimizni trim qilib ko'ramiz. Agar trim qilganimizda u bo'm-bo'sh stringga teng bo'ladigan bo'lsa, nima qilamiz? Agar u bo'm-bo'sh stringga teng bo'lsa, hech narsa qilmaymiz. Agar bo'm-bo'sh stringga teng bo'lmasa, yana qanaqadir ma'lumotlar mavjud bo'lsa, o'shanda biz mana kodlarimizni ishga tushiramiz. Birinchi bitta qator olib keldik. Agar faylimiz bo'm-bo'sh bo'ladigan bo'lsa, ichida bitta dona bo'm-bo'sh qator bo'ladi. Ana shu bo'm-bo'sh qatorni olib keldikda, undan keyin uni trim qildik. Ya'ni ichidagi space yoki bo'lmasam tab yoki enter tugmasini olib tashladik. Olib tashlaganimizdan keyin agar u bo'm-bo'sh stringga teng bo'lib qolsa, bo'm-bo'sh stringga teng bo'lmasa agar, ya'ni ichida qanaqadir tekstlar bo'ladigan bo'lsa, uni parse qilamiz va mana bu ishni davom ettiramiz. Hop. Agar bu stringimiz bo'm-bo'sh, qatorimiz bo'm-bo'sh stringga teng bo'lsa, else blokimiz yo'q, buning uchun hech narsa qilmaymiz. Else da bizda hech narsa qilishlik shart emas. Biror nima qilishimiz shart emas. Boshqatdan jo'natamiz. Undefined array key email. Hop, yana undefined key email deyapti. Hop, mana bu qatorimizni biz o'lchab ko'raylikchi. Echo stringlen deymiz. Stringlens qilib, ichidagi birorta belgi bormi yoki yo'qmi shuni tekshirib ko'ramiz. Hop, jo'natsam menga 10 chiqyapti. Hop. Trim qilgandan keyin bir tekshirib ko'ramiz unda. Trim qilib keyin tekshirib ko'ramiz qatorni. Hop, jo'natamiz. 15 deyapti. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Demak, mana bu yerda ko'pgina belgilar bo'lib ketib qolibdi. Buni o'chirib tashlaymiz va mana bu yerda boshidan yozamiz. Hop, sendni bosdim. 0 deyapti. Siz ro'yxatdan o'tdingiz. Hop, endi buni ichiga bitta dona salom degan yozuv qo'ygan. Biz endi salom degan yozuv qo'ymaymiz. Balki mana bu yerda jo'natilgan ma'lumotlarni biz kiritib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Ism, sharif, yosh, mana shularni. Hop, bizga yosh kerak emas.
yosh kerak emas, parol kerak. Hop, telefon ham kerak emas hozircha. Ism, familiya, parol, pochta kerak xolos. Hop, demak endi nima qilamiz? Mana bu yerga biz salom degan tekstda emas, balki mana shu yerga kiritiladigan tekstimizni biz shakllantirib olamiz. Hop, bu yerga yozamiz dollar birinchi bizda ism bo'ladi, dollar ism. Mana bu ismni joylashtiramiz, sharif, pochta, parol. Ism yoki bo'lmasam buni oldin kalit beramiz, name teng bo'ladi ismga. Undan keyin esa va surname teng bo'ladi dollar sharifga. Undan keyin esa va parol bo'ladi. Parol teng bo'ladi dollar parolga va parol undan keyin esa email yoki bo'lmasam shuni password deylik. Password undan keyin esa email teng bo'ladi dollar pochta. Hop, dollar pochta. Undan keyin esa mana bu joyga biz /n qo'yishligimiz kerak, chunki keyingi yozilayotgan ma'lumot pastdan yozilishi kerak. O'shaning uchun bitta oldingisiga biz enter qo'yib ketishimiz kerak. Bitta qator oxirisiga. Hop, endi mana buni o'chirib tashlaymiz yana. O'chirib tashladik va yangitdan ma'lumot kiritamiz. Mana buni jo'nataman. Hop, siz ro'yxatdan o'tdingizda qarayman. Mana ma'lumotlarimiz joylandi. Endi xuddi shu ma'lumotni yana jo'nataman. Ko'ryapsizmi? Bunday foydalanuvchi mavjud deyapti. Boshqa pochta bilan jo'nataman endi. Azam emas, balki Akram deyman va jo'nataman. Siz ro'yxatdan o'tdingiz deyapti. Agar shu pochtali ma'lumotni yana jo'natadigan bo'lsam, bunday foydalanuvchi mavjud deyapti. Hop, mana bu 61-62 larni hozir o'chirib tashlaymiz. Mana bu yerda eko qilganmiz, strline qilib o'shaniki chiqyapti. Hop, yana boshqa jo'natib ko'raman. Bunday foydalanuvchi mavjud. Deylik, misol uchun oqil deymiz, jo'natamiz. Siz ro'yxatdan o'tdingiz, oqilni yana bir marta jo'natadigan bo'lsam, bunday foydalanuvchi mavjud deyapti. Users.txt faylimizni ko'ramiz. Mana Azam, Akram, oqil. Har bitta ma'lumotlar kelib tushyapti bizga. Hop, demak, hozir bugungi darsimizda sizlar bilan registratsiya qismi to'liq tayyor bo'lib bitdi. Keyingi darsimizda esa xuddi shunaqangi funksiya bajaramiz, ya'ni tizimga kirayotgan paytda, ya'ni login qilayotgan paytda pochta bilan parolni jo'natadi va ana shu pochtali hamda parolli ana shunaqa pochta bilan parolli ma'lumot mana bu faylimizda bor yoki yo'qligini foydalanuvchiga jo'natishimiz kerak bo'ladi. O'ylaymanki sizlarga tushunarli bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.